hürmetler, aziz dostlar ve aziz ko'ruvchilar, bugun istadim bir necha mavzuni ustiga ko'togina yo muxtasar shaklda albatta suhbat qilsam. Birinchi mavzu bizlarni vaziyatimiz, ya'ni Afg'oniston turklari yo Afg'oniston o'zbek va turkmanlarini vaziyati tashqarida, ya'ni bular tashqarida oyo madaniy yo kulturiy faoliyatlar yo ijtimoiy siyosiy faoliyatlar bormi yo'qmi? Bir masala ham Afg'onistonni ichkarisidagi bizlarning vaziyatimiz qaysi holatda? Bu ikki mavzuni ustiga albatta istadim bir ozgina sizlar bilan albatta suhbat qilsam. Aziz do'stlar, albatta Afg'oniston bilasizlarki 2021-yildan beri bir guruhki tamomi qonunni albatta oyoq tayi qilgan, hamma me'yorlarni o'rtadan olib borgan bir guruhni hokimiyati ostiga, agarchi avvallarda bir ta'dodlar ko'p musbat shaklda fikr qiladilarki, imkoniyati bor bular yetib bilsalarki bir hokimiyati odilonani barqaror qilsa, ya'ni shu guruhi Tolib va bunga biroz simpati, biroz xushbinliklar albatta ko'p edi, maxsusan bizlarning o'z xalqimiz yo o'z millatimiz tarafidan ham bu simpatiyalar hanuz ham idomasi bor bir ta'dodlar tarafidanki, biroq oyista bularni hadafi mushaxxas bo'ldi ki bu guruhni bir guruhi ekanki, albatta o'sha zarfiyati xizmat va mamlakat yo o'sha rafi mushkulot iqtisodiy, amniyati, siyosiy bor ekan, yavash oyista buni sobit bo'ldi. Chun buni sobit bo'lishining sababi ham bir ta'dod norizoyatliklar Afg'oniston ichkarisida ba'zi millatlar tarafidan bir ta'dod norizoyatliklar o'rtaga qo'yildi. Chun beadolatliklar bor edi. Hatto toliblarni o'z safida urushgan insonlarni yeltib ishkanja qildi va xotiri ular bilan ayni tilga gapirmaydi. Ularni batavri misol yeltib ozor va aziyat qildi, ishkanja qildi va hatto bir ta'dodlarni bahonai muxtalifki o'zlari bilan ham aqida emas edi, o'shaning uchun ularni tilatib bir dasta bilan tirboron qildi. Misol Hazora toliblardan bittasi o'sha Mahdi degan bir kishini. Bular albatta tasodifiy emas do'stlar. Bularni o'zi hammasi bir ta'dod siyosiy polisalarga albatta sistematik shaklda jarayoni bor. Shu sababdan ro'z-baro'z bularni huviyati o'rtaga chiqmoqni boshladi, o'sha mushaxasotlari va tashqaridagi o'lkalar yo hamsoya o'lkalar ham seslari chiqishni boshladiki, bular bir guruhiki albatta qodir emas, zarfiyatlari yo'qki, bular bir jo'grafiyani kontrol qilsa va bu jo'grafiyada bir siyosat odilona nihodina qilsa deyilgan ba'zi sadolar chiqdi. Hozir esa xo'p tashqarida o'ltirgan bir ta'dod kasoniki voqean ko'p bir modern shaklda yo demokratik shaklda haqlarini istaydilar va bular yana ham bir ta'dod o'zimizniki va tashqaridagilar tarafdan ba'zan sarjanish va hamchinon fashu taqirga muvojib bo'lganlar. Agarchi bu narsalar muborizatlarda juda ham normal bir narsa, vaqtiki siz belingizni bog'laysiz, bir kamiyati buzurgni haqqi uchun talosh qilasiz, tabanki hamisha sizni muqobilingizga bir ta'dodlar to'xtaydi, bir ta'dodlar tavhin qiladi, tahqir qiladi. Bular albatta tabiiy zot, yakka bu bizlarga mansub emas, tamomi kishvarهای modern va kishvarهای jahon avvaldan bu narsalar bor. Bir ta'dod intiqodlar, bir ta'dod fashion nosozgo'ylar, xo'p bulardan o'taylik.
lekin tashqarida o'ltirmay bir juda siyosiy shaxsiyatlarimiz bir insijom o'rtaga keltirish uchun, bir nero'y fikriy o'rtaga keltirish uchun va bir yaxshi tarha yo yo'l xaritasi o'rtaga qo'yish uchun bir ta'dod siyosiy jarayonlar bilan, bir ta'dod siyosiy shaxsiyatlar bilan temas olib, biroxira bular bir guruhi ko'p qaviy ziddi Tolibonini ijod qildilar va bu albatta bu azobni yo bu siyosiy jarayonlarni soni 70 dan oshiqin, ya'ni burada hamma millatdan, hamma aqvomdan, har aqidaga sohib, har ideologiyaga, har afkor va andishaga sohib insonlar bo'lgan shomil borlar. Bu o'zi bir katta bir dastovat va bir potensial ijod bo'lgan o'rtaga, bir potensial iki yetib biladiki bir albatta bir maktabi fikriy ijod qilsa yo bir tarha yo bir naqshiro yo yo'l xaritasini o'rtaga qo'yishga zarfiyat bor. Shuning uchun konferanslar har tarafga bo'lib yotibdi va konferanslar ham juda ham ko'p vasiy shaklda albatta bu konferanslardan bizlar Viyana konferansini va Istanbulda bo'lib o'tgan konferansini, Anqara konferansini va oxiridagi mana London konferansini va hatto Islomobod konferanslarini bizlar tutib olamizki, bu konferanslarga albatta o'rga borib Afg'oniston masalasi albatta o'rga suhbat bo'lgan bir ta'dod inson shaxsiyatlarimizga o'rga bizlar tomonidan ishtirok qilgan, tabiiyki mashvaratan ishtirok bo'lgan va o'sha mas'uliniga albatta bir buyuk bir hizb yo buyuk bir parti, siyosiy partini mas'ullari, mesela Junbush Milliy Islomiy Afg'oniston, bular albatta o'z tamsilchilarini o'z ishlarida mashvara qilib, satr rahbarini albatta irodasi bilan ishtirok qilgan va bular komilan o'sha hizbni siyosatini tamsil qilayotgan insonlar. Va oxirgi chog'ga mana 24-25 March bo'lib o'tgan London konferensiga albatta men o'zimni rahbariy hizb muazzab qilgan ediki, bizlar albatta polisiy siyosiy hizb, Hizb Junbush Milliy Islomiy Afg'oniston, bizlar har mahfil, har majlis, har seminar, har konferans siyosiy, ilmiy va madaniga ishtirok qilishimiz kerak. Har joyga bo'yib huzur topishimiz kerak. Bu albatta bu Junbushni siyosiy polisilaridan bittasi. Shuning uchun albatta Junbushni har tarafga o'z tamsilchisi bor, o'zini bosalohiyat namoyandalari bor, har qoraga namoyandalari bor va hatto qo'mita siyosiy a'zolari ko'p bosalohiyat shaxsiyatlar, insonlar, siyosatmadorlarimiz bor. U ikki bir ta'dod insonlarni mulohizasi bor hizb to'g'risiga. Bular avvaldan ham albatta bu mulohiza siyosiy bo'lmagan. Bu mulohizalar hammasi yo ularni jaholatidan yoki o'sha o'qitovu keyingi albatta bir ta'dod shaxsiyatlarni muqobiliga bor. Basda hamma azobli muqobiliga qaror topgan insonlar. Bular ham bizlar albatta sinaga tortamiz, tahammül qilamiz. Va lekin bizlar hech bir zamon yo'limizdan munharib bo'lmaymiz. O'sha istiqomatga harakat qilamiz va o'sha istiqomatga harakat qilishni ham albatta kelayotgan naslarimizga ham tavsiya qilamizki, vaqtiki siz bir hadafni mushaxxas qilgansiz va siz bir hizb siyosiga mansub bo'lib bir istiqomatga harakat qilasiz, oxirigacha bu istiqomatga harakat qilib va oxirigacha bu hizbni armonlarini albatta amalga oshirishi uchun mujodala qilish kerak. Siyosat mana shu siyosat u emaski har xushingizga kelgan zamoni bir istiqomatga xushingizga kelmagan zamoni boshqa istiqomatga yurishlik. Albatta siyosiy adabiyotda, siyosiy axloqda bularni albatta o'zlarini oti borki, o'sha
انسان‌های ابن الوقت یا انسان‌های اپارچونیست یا انسانی که البته به نرخ روز دیدلک وزنان نید دیدل bu siyosatlar albatta bizlarni xalqimizni dardiga tegmaydi. Shu sababdan bizlar noguzir biz har narsayi har tasmimi ki rahbari hizb oladi bizlar o'sha shakl harakat qilishimiz kerak. Albatta bu sirf siyosiy sohada emas, albatta kulturiy va farhangiy sohalarda hamchinon ta'lim va tarbiya sohasida va javonon to'g'risida ham bu masalalar bor. Ya'ni hamma boyat shu hadafni mushaxxas qilishlari kerak va bu hadafga to'g'ri harakat qilishlari kerak. Shu sababdan bu oxirgi konferensiyki albatta Londonga bo'lib o'tdi. O'sha shakliki hizbimizni polisi ijob qildi. O'sha shakl bizlar mavzuga qildik, bordik. Hizbimizni adresidan o'z mavzularimizni, o'z siyosiy fikr va andishamizni o'rga bayon qildik va bas xolos. Bu bizlar munhaysi mehmon edik. Albatta mezbon har kimiki bo'lsa, bizlar yana bir bor ulardan tashakkur qilamiz ki e'timod qilib bizlarni albatta bu konferensiyaga da'vat qilganlari uchun bir jahon albatta minnatdorlik bildiramizki, u ham albatta sozmoni yo nihodi zanon برای Afg'oniston yo ayollar qurilishi Afg'oniston uchun buni rasiga albatta Banu Fawziya Kofi bir xonimi voqean ki با تجربه سیاسی و پردرایت و همیشه Afg'oniston masalalarida سهم olib kelgan bir bonu va shu sababdan ham xotinlar qurilishini riyosatiga bo'lgani uchun va hamchinon bir siyosiy shaxsiyat bo'lgani uchun ularga hurmatimiz sonsiz va bu hurmat inshaalloh idomasi bor. Tabiiyki bizlarga ham albatta bonularimiz bor, shaxsiyatlarimiz, muboriz shaxsiyatlarimiz borki, ular ham faqat bir narsa uchun muboriza qiladilar. Ular ham tahaqquq adolat, bir barobarlik o'sharga insondek yashash va o'z fikr va andishasini bayon qilish uchun albatta ancha ayollarimiz bor, bizlarni ham muboriz ayollarimiz va ularni ham o'lguncha inshaalloh himoyat qilamiz va ularni orqasiga to'xtaganmizlar. Kelalik oxirgi vaziyat albatta ko'rasizlarki Afg'onistonda amniyatiy vaziyat juda ham yomon bo'lib qolgan. Misol man o'zim bir ulusvolli viloyati Faryobdan kelaman. Antiqo'y ulusvolligiga bir haftaning ichida nechta hodisa bo'ldi va hodisaki ko'p bir joniy shaklda, albatta bu hodisa avval bir do'koni tilla purishliga ko'p musallahona shaklda, sistematik shaklda hamla bo'ldi. U ikki inog'ani albatta o'rga ko'p vahshiyona shaklda qatl qildilar va o'rga kelgan insonlarni ham zotan tashqarida bir nima bor, bir kriminologiya deyilgan bir sistem borki, shu videolarni bular analiz qila oladi, tahlil qila oladi va bir ta'dodlar bu videolarni tahlil qilgan zamoni, analiz qilgan zamonlari bu 4 kishiki albatta bu zargarga kelib bu jinoyatni anjom beradi. Bular professional insonlar, bular odamlar oddiy emas. Bular ancha tarbiya olgan, ta'lim olgan inson. Albatta buni paygiri bizlar va munhaysi bir hizb siyosiy agar tashqariga bo'lgan o'z bilan ham bizlarni o'zimizni o'z ichimizga ba'zi mashvaralarimiz bor. Mundog'in jinoyatlar, sistematik jinoyatlarni albatta omillilarini topish uchun bizlar ham orom o'tirmaymiz. Va bular komilan o'sha eski zamonlarda Hizb Demokratik Xalq Afg'oniston zamonida ham Antiqo'yda bizlar mutaallim bo'lgan zamonimiz ham ayni shakl hodisalar ruh topar edi. Batavr misol sistematik shaklda saroylar, do'konlar va bir ta'dod boy shaxsiyatlarni keltirib ishkanja qilib, san feodalsan, san bilmayman imperialistsan, san o'san deb ishkanja qilib bularni albatta yo'llaridan bir ta'dod pul va sarmoya olar edilar. Hozirgi ko'ramiz taqriban o'sha sistem yana ham idomasi bor va bu narsani men yodavalik qilishimni sababi undan keyin albatta Antiqo'yda 2 kundan sonra Amon Elashni saroyiga ayni shakl hujum qiladi bular musallahona shaklda
و ورگه هم bir ikki nafarni qatl qilib cho'ri chapor qiladilar va bir ta'dod boshqa ham hodisalar voqealar bizlarning yonimizga yoddoshit bo'lganki o'rga anjom topgan. Agar ihyonan girimki o'sha hokimiyat kununiy o'sha guruhi ki hozir Afg'onistonga hokim agar bular voqean shundayin hodisalarni jilovini olmoq hadaflari bo'lsa edi, nima uchun 2 kundan keyin bu hodisai zargaridan keyin ham hodisai saroy amonilach ruh beradi. Demak ki bir grup ki albatta o'sha hokimiyat kununiy tarafdan himoyat bo'layotgan insonlar bor ki albatta buni anjom beradi. Xo'p, har hol bular bu narsa bir narsani ko'rsatadi do'stlar ki Afg'onistonning mardimi nochor bo'lgan va Afg'onistonning mardimi hozir bugun chor tarafdan tahrim bo'lishi uchun az har lihozi امنیت مواد غذایی bo'lsin, az لحاظ siyosat, rabitaهای خارجی کاملا ضعیف bo'lganlar va نه اینکه bir viloyat balki tamom viloyatda bu mushkullar bor. Viloyat shimolida bor, viloyat janubiy, sharqiy bu taraflarga hamma joyga va bor. Hatto men do'stlarimdan bittasi Paktika viloyatidan shu yerdan ketgan, shu bizlarning bo'lgan joyimizdan borib keldi. Bir kun ko'rdim, aytdi, yig'lab aytdiki, hanuzam insonlar o'rda deydi, o't yeydi deydi. Ya'ni insonlar hech bir yeyarli narsasi yo'q. Misol Paktiyoni atroflariga. Bu narsalarni bizlar باید hammasini umumiy shaklda nazar olishimiz kerak ki bir hokimiyati borki o'rga qudratni inhisor qilgan, sarmoyani inhisor qilgan, tamom narsani o'ziga ixtisos bergan, o'z fikrini, o'z zehnini albatta o'rga nima qilmoqchi bo'ladi? ta'min qilmoqchi bo'ladi. Lekin bu jinoyatlar ki Afg'onistonda bu 5 yil ichiga davom topgan va bir ta'dod insonlarning joyidotlari g'asb bo'lgan, bir ta'dod insonlar marmuz shaklda o'rtadan ketgan va mahbas va bandixonalar albatta bularni bir ta'dod ma'sum insonlardan to'lib yotgan va xotin ayollarimizdan hatto mahbaslari to'lgan jinoyatiki bularni bandixonasida bizlarni opa singillarimiz ustiga bo'lgan va bir ta'dodlar shu Yevropaviy va Amerikaviy mamlakatga kelib buni e'tirof qilganlar, qaysi shakl ularning ustiga jinoyat anjom bergan. Sizlarni Xudoga topshiraman, sog' va salomat va bardam yashanglar.